Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Yine bugün Xorazm viloyati Shovot tumani Gulshan mahallasi Jaloliddin Manguberdi ko'chasi da ishlatibmiz. Bu xonadonimizda shu o'zimiz zamonaviy batareyalardan qo'ydik. Kraniklari bilan ajoyib etib. Peslarni obrotkasini uladik. Odasini ulamadik. Sizlere iş jarayoni bilan tanishtirib o'tmoqman, aziz do'stlar. Bir zali. Bunday batareyani qoqib, bu yoqda yana ikki yoqlama etib, podatsini shu yerdan chiqardik. Tepesinde buni oraqi Bonining tepesidan chiqib bo'lmaydigan. Buni beklatib tashlabdilar. Shuning uchun hozir yo'lini ham ko'rsatib o'taman. Shunday pes keldi bu yoqqa. Bu yoqda podachi yo'q. Birimiz yana 15dan 2 ni qo'ydik. Bu koridorimiz yana 10 ni qo'ydik. Ajoyib etib, chiroylatib. Yana tepesini tortmadik. Do'stlar, bir koridor. Yamanda yağı bani benim turbalarını tık kokmaz. Pişirmeye tayyorlab, xudo xolasa asta pishirib batırmaz. Şöyle bir 5 beka tushadi. Keyin yamanda topli poli bor ekan. Topli poldan shu ko'mir kotlni ulab beramiz. Şu yakkan kömürü bilen hem topli pol ham qizadi, hem ibedagi otopleniyasi ham ishlatib turadi. Gerekli o vaqtda ilinadigan kraniklarni qo'yib beramiz. Keyin evakimiz kuxni. Yine pes turban tortib qo'yibmiz. Batareyasini qo'ymadik hali. Yine depengi turbası. Beyağımız yine spani, bir yerimiz yine kakı kopumuz. Kakı bine çırayla edip peslerini ulep sistemamız demir sistema. Doğuk durumunu davatıladı. Yine depelenen tartiyatlarımız asta ana muştana patolog yanmaslığı için gipsagardollarını koyamız. Bir de bir batarya 10'luktan hem de ne spontane'den yetkenmesi. Şurada bir batarya duradu 15'ten. Bir de yine bir batarya duradu 15'ten. Buna yine teylerini ulab özellikle taklağımız görüşleriniz mümkün. Tepesini yine tartık yatırımız. Bu da kalasa özellikle. Birimiz hem 70% pontenin öttü. Iması zalı. Bir el koymadık. Şimdi sizlere aziz dostlar, sizlere endi katyonla ko'rsatib o'taman. Ko'rib boraverasizlar. Ne bu bog' tarafga chiqdik. Quvonchbek Xudoyorganov tendagi telefon nomerlar postoyanno ishlatib turadi. Xolasanızlar 99'lukdan uraverasizlar, xolasanızlar Beeline'dan. Hamda YouTube tarmog'idan ham bormiz, Instagram tarmog'idan ham bormiz. Chet elda yurgan yurtdoshlarimiz uchun WhatsApp'imiz ham bor, Telegram'imiz bor. Bemalol otopleniyya xizmati bo'ladigan bo'lsa, ya santexnika xizmati bo'ladigan bo'lsa, ya doktorubni ko'mir otopleniyyalar
gaz отопление, стенной котел, toplu pol varmı, başkası varmı? Yani bemalol telefon etaverasizlar. Qo'llangancha zaxuniyat taqlab beramiz. Kotelimize keladigan bo'lsak, endi tegi kapaklari uzaktan yine bir görünüşü şöyle koyatırımız. Tepesine öyle döşmedik. Pesini yine döşüp çıkan kupumuz. Yine yan baştan yine yaz kupumuz. Bir de ventilatörlerin nelerini sonup getmedik. İşte bu köçürüş jarayonida, götürüş jarayonida vaqt shikast yetkazib qo'ymali deb. Endi yine tozalaydigan kapaklari. Aziz do'stlar. Hozir ichlarini ham yuvishamiz. İçleri turbo seri. Kotelimiz 300 kvadratlık 4 seti var. İçinde yine setken onluğuna turbo koyganımız doполнительный. Keyin yine üstünden turboları var. Yani içinde gösterip öttüm. Mesela kime shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda turgan nomerlarga murojaat etaverasizlar. Sog' bo'ling, boy bo'ling.